Qovog'ingni solib tur. Ha? Qovog'ingni solib tur deyapman. Didi det travan, Didi doni denna sha, Jit khonde stahame, det notbo, denna föla, allon dans. Nima deyapti? Maqsadi nima ekan o'zi? Yengilini eshitib kelibdi. Bu narsa desangchi, qarajon kuydirishini. Gitler, kaput. Kayfing oshib qopti, og'ayni. Muzikachilar, nega jim turibsizlar? Qani shohrog'idan? Otaxon boshlab bersang bas, bu yoqdan davom ettiramiz. To'xtanglar. Jim. Ey do'stim, ketsamizda yangilikni dodasi hattoki bu pitsani adenam yemagan bunaqasi hech kimda umuman bo'lmagan. Tushonkali pizza. Jigar, qattan topaman bunaqa pizzalarni. Sizdan pulni betiga qaramaysiz-ku. Keyin bilan maslahatlash bosib orasizlarmi deyman. Ya, ketadi-yu. Zar bo'pti ku endi yog'i. Ayog'imni bosma qo'yag'im. Nima bu pizza yorib sizlar-ku? Lahm go'shti zo'rini solib sizlar-ku. Gap yo'q xamir usig'igayam. Yoqadi enangizda erigayam. Sari bola pizzaga kelib ko'ringlar. Tushonkali pizzani yeb ko'ringlar. Hoji aka, mana buni qarang. Hammasini yeb ketibdi. Voy eshak! Mahallani obodonchiligiga qarash. Somsaxonaga so'z qilaman ona. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men yo'qotib qo'ygan pomidoring. Bu sizdanmi? Ha, yo'qotibsa televideniyaga chiqib vahima qilasan, jar solasan. Qishlarni sharmanda qilding. Sen to'y. Ha, qayoqqa rais bu? Yangi mahallani tekshirib kelay. Va bo'lag'anglar, rais bu kelib, hamma tomon qorabini chiqara qoldi. O'zingni jigarada keldi, o'ldi. Rais bu qishlamizga xush kelibsiz. Qo'yag'i daryari bo'yiga nima kelding? Mana siz kelishingiz munosabat bilan suv sport turini yo'lga qo'ydik. Hozir sizga o'lga it baliq raqsini namoyish etadi. Indirjit, boshlanadi qara. Bolalar начинаем приготовлять и Voh, qarang, ustozlar. Siz shuna qarang, bejir muhitdan mingron chiqarib berasiz işte. Darmayat u cho'kyapti. Chiqar bolalarni suvdan kelajagini o'ldirib. Rais bu, men qishloqda tutqatar jag'alar, polni Amerikani Kaliforniya daraxtlarini ekib qo'ydik mana. Yashlar gullab turibdi. Qarang. Onay, nima rais bu, men bilan aytdim, skoch ishlamaydi desam, yo'q, do'stlarini ishlaydi. Mana ahvol endi. Sen men kelishimga ro'p biz mahalladagi baqateriyalarni olib kelib suqib qo'ydingmi? Hozir to'nga qamab uraman. Rais bu qo'ltig'i ustasida, voy! Rais bu, mahallamiz eng oldi tadbirkori. Loyihasi bor. Bitta eshitib ko'ring. Rais bu, mana Gazzek degan o'zimizni milliy brend yangi semishkani ishlab chiqardik. Ta'mi zo'r ekan, yomon shirin ekan. Rais bu, qo'limda naqd $10,000 bitta pochka. Mana shu $10,000 Gazzek semishkasining 200 gramligiga mana $10,000 $20 qilaman deb ichiga so'raman. Ham semishkani mazaq chaqchadi, ham surpriz $20 chiqadi. Qale. Yo'qma-yo'q. Rais bu, kim semishkasida $20 chiqsa, chiqqan zahoti o'zini telefoniga videoga olib, Instagramiga joylab, gazzek.uzga saftir tashasa, o'shalar ichida ham bitta iPhone 17 Pro o'ynaymiz. Undan tashqari, Gazzakki mana shu xohlagan kichkinasi kattasida kreativ, qiziqarli video qilgan любой yurtdoshlarimiz o'rtasida ham iPhone 17 o'ynaymiz. Faqat ularni ham sharti xuddi shunaqa o'zlarining profiliga joylab, gazzak.uzga saftir tashlash kerak. Bo'ldi. Bular xayrli ish boshlashganda, sotib olgan simichkani 1% saraton bilan kasallangan bolachalarga ajratilyapti. Mahalladagilarga, do'konlarga to'ldirib tashlansin. Bo'ldi. Rais bu, asfalt qalay, asfalt. O ayoqlarim maza qilyapti. Mehnat qildik, mehnat. Gap yo'q. Televideniyada kelishgan uni intervyu berib yuboring. Rais bu, mana mahallaga asfaltlar yotqizildi. Buni sababi nimada? Endi mahallani chiroyli bo'lishiga sabab mana shu asfaltga ajratilgan pulni to'ch asfaltga ishlatganda chiroyliligini salapanmi? Salapan, rais bu salapan. O'zingiz jinniga so'man pulini yarmini o'zingiz mashina oldingiz, qizingizni chiqardingiz, o'g'lingizni uylandingiz. Mahallada hammaga shapalaq qilasiz. Uyda xotindan qo'rqasiz, bilmaydi o'ylaysiz. Bunday qildingiz-ku, shallaqigina.
Jonim, seni sog'indim. Nima yeganding? Og'zing sasiyapti. Hech nima yo'q. Hali denagan bu yo'q. Qanaqa joyga olib kelding? Beparasat suv bosmabdi. Uyat. Talabani ham kvartirasiga o'g'irlikka tushasanlarmi? Men taragan bo'lib turib shu bechoralarning xaladinligini ochmaganman. Bular o'qish kerak. Mana misol uchun men bu zo'r bankir bo'ladi. Mana bunisi katta doktor bo'ladi. Mana bunisi ham qo'lida kitob bilan qo'lab qopti, katta odam bo'lsa kerak, ha? Ya bu student emas bu. Bu pravaga tayyorgarlik ko'ryapti. 37 marta imtihon topshirib prava ololmadi. Xuddi shu bilimi bilan Harvardga topshiruvda kirib ketdi. Mana 4 ko'ryapsanmi? 4 emas, u kalbasa. O'sha biz uchun 4. Biz ertaga tug'ilgan kuni men buni nishonlaymiz shu bilan. Lekin boru shuncha narsadan keyin ham tarakanchalik vijdoning bo'lmasa, 6 ta qo'limni ko'tardim. Happy birthday! Bu mendan sovg'a. Klavisni yangi Smarodina ta'mi, menimcha oshqozonga yengili bo'ladi. Ichib ko'ringiz. Bitta ichib ko'ring. Jazo'ri bu. Qani. Ah. Ovozlaridan. Azgina hammaga yetsin. Hali. Zo'r. Yana sovg'amiz bor. Mana pul sizga. Dostoyniy mushuk bo'lsanglar, har biringlarga 5 yilga $1,500 jentra chiqarib beraman. Faqat dostoyniy bo'linglar. Insofli o'g'ri ekansiz boru. Bitta jentra 90 mingga tushyapti. Dostoyniy. Gap yo'q. Ola O'zbekiston. Rahmat Tarakan aka. Siz bo'lmagansiz och qolardik. Xijolat qilmalaring, ukalarim. Meni o'rnimda sichqon yoki kalamush bo'lsa ham, xuddi shu ishni qilgan bo'lardi. Kim bitta narsani o'ylab qolaman deb. Nimaga salan dezodorantlaring anchaga yetadi, meniki tez tugab qoladi, bilasanlar? Sababi sallada 2 ta qo'ltiq bor, menda 6 ta. Jumping like the narco. Got dope like Pablo.